Assalomu alaykum hammaga. Sizlarga sun'iy intellektda video yasashni o'rgataman. Qanunda boshladik. Marketga Grok so'zini yozamiz. Birinchida chiqqan shu programmani yuklab olamiz. Bu programma menda bor. Yuklab olgandan so'ng programmaga kiramiz. Sprositdan Imagine'ga o'tamiz. Rasmni videoga aylantirib qo'yamiz. Endi shu bitta rasmni tanlaymiz, o'zimizga yoqqanini. Endi bu videoga prompt yoki o'zimizdan biror nima yozamiz. Yozib bo'lgandan keyin shu strelkani bosamiz, biroz kutamiz. Mana video tayyor bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. Shunaqa qilib bir ikkita videolarni bitta qilib shunaqa video tayyorlashingiz mumkin. Yoki-da mana bunaqa video. Open budjetga ovoz bersangiz, shu uyni beraman, ovoz bering. Shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Videoga like, obuna bosish esdan chiqmasin.